Mana opamni gullari, lolalari chiroyli bo'lib ochildi. Mana ko'ringlar. Sizlarga ko'rsatgim keldi. Juda ham chiroyli bo'lib, mana hovlimizga chiroyli ko'rib berib turibdi. Lolalar. Chiroyli lolalar. Mana lolalar g'uncha bo'lib. Chiroyli bo'lib. Bunaqa lolasi ham bor, chiroyli sariq. Chiroyli mana g'uncha bo'lib turibdi mana lolachalarimiz. Mana bu tarafda ham g'uncha bo'lib turibdi lolachalarimiz. Bular ham ochiladi erta-indin. Mana bu gul shu yaxshi ko'raman. Tikon gul deydi, lekin biz dollar gul deymiz. Mana g'uncha bo'lib turibdi mana. Har joyda opamni gullarida. Ko'rdingizmi? Mana. Lolalar. Chiroyli lolalar. Mana bu gulimiz rosa chiroyli. Bu bo'syapti, juda ham chiroyli bo'lib. Sarva qomat gul deydi. Shunaqa bo'lib bo'syapti. Bu ham. Chiroyli mana g'unchalar. Mana g'unchalar. Lolalar. Chiroyli. Sizlarga ko'rsatib keldi, qaranglar. Hovlimizni chiroyli qilib onamni gullari yashnatib turibdi. Onam qo'llari tekkan shu gullarga. Ekmadik, onajonim ekkan, onam rahmatli. Onajonim xayr inson. Duo qilib qo'yinglar, joylari jannatda bo'lsin. Onajonim xayr insoni. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh panohida bo'linglar. Hammaga xayrli kun.